رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli qardaşlar bizning bugungi dersimizdagi asosiy so'zmoqchi bo'lgan mazmun al-hikma, ya'ni hikmat, pam farosat haqida bo'ladi. Hikmat va pam farosat islomning buyuk ahlaklarının, güzel ahlaklarının birisi. Güzel ahlaktan bakrak Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bendisinin doğru yolda mangallığı qarta bendisiga bergen nimetdi deb tushensek buludu. Bizning bugungi bu suhbatimizni Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki Sur Baqara'nın ki 229. ayetideki ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kethira degan ayetini özümüzge şu arqib durup başlaymiz. Yani ayetning tercümesi şu ki qandaq adamga hikmet hem parasat birilse köp yaxşılık birilgen buludu. Yani hayatda çok güzellik girişken buludu degan ma'nodan o'ziga oladi. Endi biz dersimizning 5'ini mushu hikmetga qandaq erishimiz. Aldı bilan hikmet haqida, hikmet degan nima, pamparasat degan nima, bu haqda qisqagina bir tushuntirish bergan vaqtimizda hikmet, pamparasat deganimiz meyli söz, iş, hareket ve başka işler olsun, her qandaq bir sözning deyilishga tegishlik o'ringa deyilishi, deyilishga tegishlik munosib kishiga deyilishi, munosib vaqtda deyilishi, munosib holatda deyilishi. Yoki bir ishningki munosib vaqtda, munosib sharoitda, munosib shaklda berilishining o'zi bu nima? Hikmet pam parasat oldu. Yani ayet-i kerimedeki وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ degeni del insandaki şu xil iqtidar, şu xil talant yoki şu xil sharoit muvaffaqiyatning insonga qanday qilishi birlish masalasi. Endi oyatda bayatdan tarjima qilib o'tdim. Kim hikmatli bo'lsa degan shaklda ifodalanmaklik oyatda. Yoki kim hikmet yolunda mangsa, pamparasat yolunda mangsa degan shaklda ifoda qo'llanilmoqlik oyatda. Oyatda qo'llanilgan ifoda qanday ifoda? Kimga hikmet, pamparasat berilsa degan ifoda qo'llanilmoqlik. Ya'ni bu shu demakki hikmet, pamparasat sen uni izlanib, o'rganib, tirishib erishiladigan narsa emas. Belki hikmet Allah subhanahu wa ta'aladan halis birilgen bir nimet bulup mu'minlerinin bu sıfatı bu pamparasat hikmet. Yani sen hikmet arkalık, pamparasat arkalık düşmanını dostqa aylandıra alaysa mesela. Hikmet pamparasat arkalık her qandaq ayollan güzel, illik, huzurluq bir aile kurup çıqa alaysa. Hikmet arkalık işlerini azgını iqtisatlanma yürüştürüp bara alaysa. Ama hikmetsiz, pamparasız olgan vaqtda yuqorqi bu so'zlagan ijobiy natijalarning hammasi tam aksi shaklda natija beriladi. Yani hikmet, pamparasatdan iborat Allohning bu ne'matdagi erishib bilim berilgan taqvolik, yani odamning bilim bo'lsa, taqvolik bo'lsa, to'g'ri yo'lda mangsa, boshqalarni yaxshi ko'rsa, qaym botir olgan vaqtda Alloh insonning bu xil ko'rsatgan tirishchanligi yoki ifodalarining natijasida bunga pamparasat beradi. Bu odam pamparasatlik odam bilan ahmaq kishining o'tirida favqulodda farq ko'p bo'ladi. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nınki soğusu, atası, ni'meti. Ayetinin özü ameliyatı bizge yeterlik bir mesaj, yeterlik bir hukum bir vatıdı bizge. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ fakat utiye hayran kesiran. İnsanın hayatındaki mutlak köp yaxşılık pamparasat
orqali beriladi. Ya'ni insonga pamparasat berilganning o'zi, inson o'zining nada minib, nada to'g'inni, nimish qilib, nimish qilmaganini bayqay olganning o'zi, atrofidagi bo'layotgan ishlarga nisbatan sezgirlik bilan muomala qila olganning o'zi insonning hayotidagi intayin ko'p qismini egallaydigan intayin go'zal ne'matlarning birisi va inson yetilishtirishli go'zal axloqlarning asosi pamparasat. Chunki pamparasatlik inson, hikmat berilgan inson o'zining ayoli bilan qanday shaklda muomala qilib, uyni illiqlantirishni biladi. Xulum qo'shnilar bilan qanday shaklda aralashib, qanday muomala qilib, go'zal bir qo'shnilik hosil qilishni biladi. Agar o'qituvchi bo'lib qolsa, o'quvchilarga qanday muomala qilib, go'zal muhit yaratishni biladi. Doktor bo'lib qolsa, kasallarga qanday muomala qilishni, advokat bo'lib qolsa, uning masalalarini hal qilmoqchi bo'lgan qiyinchilik va kishilarning qanday bitirab qilish, ular bilan qanday muomala qilishni biladi. Savdoga bo'lib qolsa, tijorat bo'lib qolsa, xirdorlar bilan qanday muomala qilish, ya'ni ijobiy shaklda muomala qilish, hikmat bilan muomala, hammasi insondagi pamparasatning mahsuli. Bu pamparasat, bu hikmat mu'minga Alloh tufaylidan mukofot sifatida qanaqlanadi, beriladigan narsa. Endi mushu pamparasat hikmatga erishish uchun inson nima qilish kerak? Biz Qur'oni Karimni o'zimizning dasturi sifatida axtagan vaqtimizda doimo Alloh subhanahu va taolo bizga shu ne'matlarini berishning qarshiligida bizdan bir narsalarni talab qiladi. Masalan, sura Tahoning 14-oyatida va aqimis solata li zikri. Namoz Alloh bilan banning o'tirdiki aloqani bog'lab turadigan eng muhim islom asoslaridan birisi bo'lgan ibodat. Li zikri. Li zikrining ma'nosi ya'ni aslab degan banda yoki Alloh bizni aslaydigan bir hukmni o'z ichiga oladi. Undan boshqa sura Baqaraning 152-oyatida fazkuruni azkurkum. Sizlar meni aslanglar, men sizni aslayman deydi. Bu yerdagi biz ilgirki bir necha qitimliq darslarimizda takror deb o'tdik. Bandalarning Allohni aslashi biz tushungandek bandichilik, itoat, ibodat, masalan, buning bilan aks etsa, buning bilan ifodalansa, Allohning bandasini aslaganligi, bandasiga beradigan tinchlik, aminlik, masalan, muqimlik, xushallik, eng muhim bo'lgan buning ichidagi bugungi darsimizning asosiy temasi bo'lgan hikmat, pamparasatlarning hammasi bandalarning Allohni aslashining natijasida bandaga beriladigan ne'mat. Ya'ni mashtoga vaqtida banda mu'min shunchalik bir pamparasatlik, hikmatlik buluduki, hikmat sahibi buluduki, danishman buluduki, do'st bilan qanday muomala qilish, hatto dushman bilan qanday muomala qilishni tortib, hammani go'zal shaklda betaraf qila oladi. Ya'ni Alloh bilan bo'lgan mu'minning bandaning go'zal aloqasi bu hikmatga, pamparasatga erishishning oldin ola o'taydigan bir badili, shuning nimasi muqaddimasi yani. Yani bende Allah subhanahu va taologa yüzlengen vaqtida Allah subhanahu va taolodan Allah'ın kamal sifatidan oladi bende. Allah'ınki asma al-husna güzel isimleri, güzel sifatlaridan bende oladi. Çünkü güzel ahlaklar Allah'ın qishida hammasi saqlangan bo'ladi. Bende qachonki Allah qanchalik yaqinlashsa Allah'ın qishidagi bu ne'matlarni qanaq ola oladi. Yani mesela Peygamber Aleyhisselam insanların içindeki Allah'a en sevimli olan bir bende olu sıfatıyla. Allah Subhanahu ve Taala Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'da maktığı vaxtida Resulullah'ın yüzlerce tilga ilişkilik taraflarını koyup durup nim dedi ahlaki tarafını qana qildi, tilga oldi Allah Subhanahu ve Taala. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın maktığı vaxtida sen ahlaklık, büyük ahlak sahibi, güzel ahlak sahibi degan bu şekilde tilga oldi. Biz bu taraflarni Resulullah'ın hayatida ameli ko'rib tilga oldik. Çünkü Resulullah'ın düşmanlarini qanday qilib o'zining qishiga olganligi, do'stlarining do'stligini qanday qilib chiniqqanligi, bularning hammasi Resulullah'ın büyük ahlakını aks etayotgan Resulullah'dagi pamparasat va hikmat. Endi shunga munosabatlik bir ayet var. Sura Nahl'ninki 125-oyatda Allah Subhanahu va taolo xitob qilib deydi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasana." Yani sen Rabbingning yo'liga
hikmet bilen ve güzel vaz nasihat bilen çaqagan. Yani dinge çaqırışının özü mü paraset ketadigan iş. Qarğulaça lan men haqni sözlesem boldi. Üstümdeki vazife olgan değişiklik yetkizuvchilik gaplarni yetkizib olsam boldi deb atrofdagi ahvolga qaramasdan, biz xitob qilayotgan kishilarningki amaliy hayotiga qaramasdan, ularning sharoitiga qaramasdan, ularning ahvolini nazarda tutmasdan aytganimizni desak, qilganimizni qilsak, bu hikmatsizlik bo'ladi, ham farosetsizlik bo'ladi. Bizning da'vatimiz garchi yaxshi niyatlar bilan bo'lsa-mu, yaxshi ishqa bo'lsa-mu, balki mag'lub bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshilikqa buyurmoqchi bo'lsang-mu, ham farosat bilan buyur. Boshqalarni yomonlikdan to'smoqchi bo'lsang-mu, ham farosat bilan to's. Mana Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishdagi hikmat bilan bo'lish degan bo'ladi. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning hayotiga qisqagina nazar tashlasak, Rasululloh sahobalarni pat nasihat qilib turadi. Ko'pmi qilmaydi va uzatibmi o'tmaydi. Ya'ni ko'p qilish orqali ularni ziktirib o'tmaydi. Masalan, agar nasihat haddidan ziyod eshib ketsa, u aks ta'sirida. Yoki uzatib o'tish orqali orliqini uzibmi qo'ymaydi. Ya'ni Rasululloh sahobalarining qanchalik narsaga ehtiyojliq, nimalarga ehtiyojliq, qachon ehtiyojliq, mushuning hammasini munosib shaklda betaraf qiladi. Ya'ni munosib kishini munosib o'rinda, munosib vaqtda, munosib so'zlar bilan da'vat qilishning o'zi da'vatdagi nima bo'ladi? Hikmat bo'ladi. Qanaqdir, masalan, sura Inshirahning 78-oyatida فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Yani insanның bir boşunadigan bir vaqt bo'ladi. Bir ishlarga yuzlanadigan bir vaqt bo'ladi. Qabul qiladigan bir vaqt bo'ladi. Mushuning hammani bilish kerak da'vatda. Sen boshqalar sening gapingni qabul qilmaydigan bir holatda ekanligini bilib turib, yoki mashg'ul ekanligini bilib turib, sening suhbatingga vaqt yo'qligini bilib turib, yoki hozirgi sharoitni ko'tarmaydiganligini bilib turib, men üstümdeki vazife olan davetini qildim bu insonlarga deb qilishning o'zi bu bir hikmatsizlik bo'ladi. Bu davet yo'lidagi bir hikmat. Ya'ni yana bir munosabatli oyatdan bir sura Ali Imronning 129-oyatida Alloh subhanahu va taolo Rasulullohning dunyodagi vazifasini bizga tushuntirib deydi: "Yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikma ve yuzakkihim inneke entel azizul hakim." deb Rasulullahning vazifasi Allohning oyatlarini, nesning oyatini insonlarga qanaq qilib berdi, tilovat qilib berdi. Bu bir vazifasi. Kitobni, Qur'onni o'rgatdi val hikmat dedi. Ammo yerdagi hikmat Qur'oni Karimdagi Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki Qur'oni Karimning izohati shaklda kelgan so'z, sunnatlari, amaliy ish harakatidagi sunnat, ya'ni Rasulullohning hayotini ko'rsatdi. Bu bir xil shakldagi hikmat. Hamda biz shu hikmat, pamparasat deb ikki xil atalg'ularni atadik. Buning mu'min topiladigan tarafi biz bayotdan tushundirgandek bo'ladi. Hamda hikmatningki yana bir ma'nosi, Alloh subhanahu va taolo bandalarga taqdir qilgan, bandalarga iroda qilgan, bandalarning hayotida yuz bergan har ishning Alloh shu ishdan ko'zlagan bir hikmat nishoni bo'ladi. Buni biz bugungi darsga munosabatlik yana bir ma'noda tushundik. Ya'ni hikmatni unda olganda ikki xil ma'nosi bo'ldi. Birisi mu'minda topiladigan pam farosat, donolik, hikmat bo'lsa, yana birisi Alloh subhanahu va taolo bizlarga duch kelayotgan ishlarni iroda qilgan bir hikmat irodasini biz hikmat degan so'z bilan ataymiz. Ham bugungi darsimizda shu nuqtadan aloqa so'g'aloq uchun uni ham qanaqlimiz so'zlaymiz. Alloh subhanahu va taoloninki ikki xil Qur'on bo'ladi. Birisi kavniya Qur'on, ya'ni atrofimizda Alloh subhanahu va taoloning birligini ifodalab turayotgan, amaliy hayotimizda biz uni ko'rayotgan, yuz berayotgan bir Qur'on bo'ladi. Yana birisi kalomiy Qur'on bo'ladi-ki, ya'ni Qur'on oldimizda biz o'qiyotgan qog'oz, varaqning ustiga yozilgan Qur'on. Ikkalasi Alloh subhanahu va taoloning birligini ifoda. Shuningga o'xshagan atrofimizda yuz berayotgan ishlarning hammasi
Allah subhanahu va taoloninki hakim sifatini ifodalaydi bizga. Biz ba'zi nuqtalardagi hikmatni tushunsak-tu yoki tushunmasak-tu. Allohning 99 sifatlarining ismlarining ichida Al-Hakim degan bir sifat bor. Biz atrofimizga qaragan vaqtida, yuz bergan ishlarga qaragan vaqtimizda, hayotimizning avvalida yuz bergan ishlarga oxirida nazar tashlab qaragan vaqtimizda Alloh subhanahu va taoloning Al-Hakim sifatiningki naqadar ta'sirini, naqadar uni ko'rsatayotgan taraflarini biz ko'rib olamiz. Mayli Adem alayhissalom vaqtidan tortib qiyomatga qadar yuz bergan ishlarning hammasini Allah iroda qilgan. Bu yerdagi Allah iroda qildi degan gap. Allah o ishlarni yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rdi. Yoki o ishlar Allah boshqa qilib anlamda emas. Allah iroda qildi degani, mush ishlarning bo'lishi Allohning ilmida. Allah yuz berayotgan ishlarning hammini qana qilib turdi, bilib turdi. Ya'ni bu ish ma'lum nuqtadan mushta bo'lish kerak. Qanaqdir Allah o ishni yaxshi ko'rdi degan ma'noda emas. Masalan, bizning bugungi ahvolimiz, biz musulmonlar, Uyg'ur musulmonlarning bugungi ahvoli inson chidog'siz bir holatda yashayapmiz. Bu nuqtani inchga tushunish kerak. Bir millatningki, mayli bizga o'xshash bo'lsin yoki ilgari o'tgan ummatlar bo'lsin yoki bundan keyin qildigan har qanday millat bo'lsin yoki va undan boshqa bir millat emas, boshqa umumiy ummatning hayotidagi har ishlar bo'lsin, yuz bergan har musibatlar bo'ladi bizning ko'zimizga ko'rinishda, har ig'irchiliklar bo'ladi bizning ko'zimizga ko'rinishda. Bularning hammasi Allohning irodasi. Irodasi deganlik Alloh mushuni yaxshi ko'radi yoki bandasining shunday bo'lishiga rozi bo'ldi deganlik emas, ammo shunday bo'lishi kerak ishlar. Ya'ni Alloh uni biladi. Bunun ma'lum bir hikmatlar olur. Bunu tushundirish uchun men oddiy misoldan birini olsam, bir doktor dada deyli, bir dada. Bir balasi bor. Kichik balasidan birisi tug'ildi. To'y qilib, necha yillardan keyin tuqqan bo'lg'achqa favqulodda amra qildi u balasiga. Balasini qashdan birdan aylanmaydi. Balasining ozroq azoblanishiga chidamaydi. Ammo kunlarning birida balasininki bir ig'ir rak degandek bir kasallar bilan musibatlanganligini ko'rdi dadasi. Bu dada balasini shunchalik yaxshi ko'rdiki, balasiga qilchilik, bir pash chaqqanchilik zararni kelishini xohlamayotgan dada. Ammo bu dada, mushu shafqatlik, mehribon dada balasiga shuncha bog'lanib qolgan bu dada balasini ukol silishga, operatsiya qilishga, pichoqda kesishga, sho'rakni kesib elishga hammasiga ma'qul deydi. Dadaning qalbi shunchalik bog'langanki, dedikki, pashining chiqib olishiga chidamaydigan dada bu qadar ishlarning hammasiga yo'l qo'yadi. Ya'ni balaning badanini kesadi, yaradi, operatsiya qiladi. Ya'ni bu deganlik dadasi balasining ashta bo'lishini xohlaydi deganlikmi? Yo'q, xohlamaydi, yaxshi ko'rmaydi, ammo balasining kasalini davolash uchun bir bilik ishlar bo'lishi kerak. Ayni shaklda bu insonlar o'tirisidagi misol emasmi? Men sizlarga tushuntirish uchun da'vatim. Ummatda, bizning millatda nurg'un o'zimiz bilib va bilmagan kasalliklar bor. Nurg'un xatoliklarni o'tkazdik. Nurg'un noto'g'ri tunishlar bilan yashadik. Mushularning hammani rakni kesib olayotganda kesib olatish uchun bizning operatsiya qilinishimiz lozim-tu balkim. Hargizmi yuz berayotgan ishlar Allohning xabrining sirtida. Nauzubillah, Allohning xabrining sirtida hech ish yo'q. Biz davomli deb kelyapmiz, qop-qorong'u kechada qora toshning ustida qora chumillining midravotganligini Alloh subhanahu va taolo biladi. Unda o'zi masala nima desa, bu musibat, yuz berayotgan musibatlarning hammasi Alloh bilib turib yuz bergan ishlar. Qanaqadir Alloh mushuning yuz berishini bizga yaxshi ko'rib, rozi bo'lib emas, balki biz uchun ashta bo'lishi kerak. Buningda cho'qqin bir nima hikmat bor. To'g'ri, nurg'un yo'qotishlarimiz bo'ladi. Nurg'un jonlarni yo'qotamiz, nurg'un qonlar to'kiladi, nurg'un izzat obro'ylarimiz ketadi. Ammo kasnisa o'ng'isholmaydigan rak bo'ladi insonning badanida. Ayni shaklda ummatning badanida, millatning badanida mu kasnisa o'ng'isholmaydigan raklar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yuz berayotgan ishlarningki shunga o'xshagan bir taraflarni tuzashda bir hikmat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda men demoqchi bo'lganim nima desa, bizning bugungi darsimizdagi hikmat so'zining yana bir ma'nosi
Allah subhanahu va taolaning har ishda birdan nimasi bor? Hikmati bor, mutlaq hikmati bor. Mana bir oyat bor, bizning diqqatimizni tortadi. Sura Al-Imronninki 26-oyatida. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr. Qaranglar, oyatda Allah o'zining mutlaq qudratini ifodalayapti. Nima deydi? Allah bütün şeylerin igizi da bulup bu igidarçılıkni, bu mülkni xalqa adamga berdi, xalqa adamdan oladi, xalqa adamni aziz qiladi, xalqa adamni xor qiladi. Eng oxirida qaranglar, berdi, elib oladi, aziz qiladi, xor qiladi deb bo'lib, mushlarning hammasining o'zi yaxshilik bo'lib, biyadikal xayr. Xitob shaklida, ey Alloh, sen mashta qilsa deb bo'lib, yaxshilik sen ilkimda. Ya'ni bu yerdan bir narsa biz chiqadi-ki, bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta borki, ba'simi yaxshilik biz uchun. Ba'miginning o'zimi biz uchun yaxshilik. Bizni aziz qilib, oliy maqomlarga ko'targanning o'zimi yaxshilik, bizni tushirganning o'zimi yaxshilik. Ya'ni mutlaqo yuz berayotgan ishlarda Allah'nınki bir nimesi var, bir hikmeti var. Bir hikmeti var. Dadının balını bazı vakitlarda erkiletip, oynatıp, kölgünü mü? Balının kuşallık için bazı vakitlarda balılardan bazı yemekliklerini, bazı işlerini kılışını çeklep kınmaysa edip, bala yığılgan takdirdi mi bazı yemekliklerini etmemelilikinin özü mü? Balının menfaati için. Dadı bala oturdaki ahval boğa iken, hemmedin şefkatlik, mehriban boğan Allah bilen biz bendilerinin oturdaki mesele, tabii ki onun da neticesi zor. Çünkü Allah bendisiga aşı tuğulgan vaktiki bu vakkı boğan anının mehirdin mi? Allah bendisiga küyümlük. Şun aşka yüz barvatkan işlerinin hemmesinin Allah irade kılgan. Allah közlügen bizning bundan keyin yaxshiligimiz uchun bo'lish kerak bo'lgan, bo'lmaydigan bir hikmatlar va bu nuqtani ham to'g'ri tushunish kerak. Masalan, bu yerda bir misol va Sura Qasasninki 4-oyati, 4, 5, 6-oyatlarda Allah subhanahu va taolo Fir'avnning favqul addi hadini eshib ketganligini, Banu İsrailga zulm qilib, zulmning eng yuqori darajaga yetganligini ifodalab deydi. Fir'avn haqiqatan zaminda mutakabbirlashib, hadini eshib ketdi. U ahlini turlik bo'lib, ularning ojizlarini buzaq qildi deb kelib, ularning bolalarini tirik bo'g'izladi deydi. Ya'ni o'g'allarini bo'g'izladi, ayollarini hayat qilib qo'ydi. Buning o'zi bir qon zulmi bo'lsa bir tarafdan izzat, obro'y, izzat, sharaf, or, nomus masalasi. Bu darajada zulm qildi. Deb bo'lib, oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Va nuridu an namunna alallazina tud'ifu fil ard. Maqsad nima? Fir'avnning bu qadar hadini eshitdi. Banu Isroilning bu qadar zulm chekishga maqsad nima? Maqsad shuki, ojizlarga yaxshilik qilish deyapti. Qaranglar oyatning oxiriga. Şu kadar zulmning maqsadi, buningdagi hikmat ojizlarga yaxshilik qilish, ularni xo'jayin qilish, ularni shu zaminning egisi qilish da'vatidir. Va naj'alahum a'immatan va naj'alahumul warisin. Shu zaminning egisi qilamiz da'vatidir. İnşallah umid bo'lish kerakki, yuz berayotgan ishlarning hammasida bir hikmat bor. Biz buning orqali tavlanyapmiz, biz buning orqali cheniqyapmiz. Allah'ның iradesi shuki oyatdan olgan qarag'an vaqtda biz shu zaminning egasi bo'lamiz. Shular hozir egilib turayotgan butun toj taxt o'rinlarning hammasi oxirida bizning bo'ladi inshaalloh. Oyatning oxirisi shu ma'noda va numakkina lahum fil ard va nuriya fir'auna va haman va junudahuma minhum ma kanu yahzarun ki dushman qo'rqadigan ish hamon yuz beradi. Biz hamon zaminda o'rniga ega bo'lamiz. Özümüzün o'rnini topamiz. Düşman bugün qo'rqayotgan ishlarning hammasi cho'qqin bo'ladi. Buning uchun biz bugün tavlanyapmiz. Badanimizdagi rak ortiq o'smalar kesib elinyapti. Buning badalini qon orqali, nomusimiz orqali o'tayapmiz. İnşallah Allah subhanahu wa ta'alaning buning tegiga yushtirilgan hikmatini biz cho'qqin kelgusida ko'ra olamiz. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning bir hikmati. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hakim zat,
hakim zat, hikmet bilan ish qiluvchi bo'lgan zat hikmatsiz ish qilmaydi. Yani Allah hakim bo'lgan ekan, buning yo'l qo'ygan har ishi, shariati, ishlarining hammasi nima? Hikmat. Chunki Allohdan sodir bo'lgan har qanday ish Allah subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlaridan ilingan bo'ladi. Hikmet Allah'ın güzel isim sıfatlaridan birisi. Biz şuna bu noktada intayin hatırcam oluşumuz gerek. Yani mustarih oluşumuz gerek. Ferah oluşumuz gerek. Özümüzni yo'qitib qo'yishga bo'lmaydi bu aralıkta. Mana bu bir sınav, tavılmış devri. Allah subhanahu va taolo diniy ahkamlarning yo'l qo'ygan shariatning hammasi adolat, hammasi rahmat, hammasi bizning manfaatimiz uchun, hammasi nima? Hikmat. Shariatdagi har qanday bir masala cho'qim deganimizdek hikmat asosida, manfaat asosida bo'ladi. Qanday bir masalada %100 rahmat olmay zulm bo'lsa, adolat olmay zulm bo'lsa, manfaat olmay ziyon bo'lsa, u shariatdan emas, uning har qancha boshqacha tushundirish qilib uning shariat ekanligini isbotlayolmaymiz. Cho'qim shariat bilan bo'ladi. Alloh ahkomida nimani hukm qilgan bo'lsa, buning cho'qim asli bir hikmat va biz uning hikmatining ba'zini bilamiz, ba'zini bilmaymiz. Bilsak-tu va bilmasak-tu shuning ishonishimiz kerakki, har ishning bir hikmati bor. Bizda to'q. Hikmatning ma'nosi ikki yo'l. Birisi pam farosat. Hikmat dedik. Bu mu'minlarda tepiladi. Yana birisi hikmat Allohning yuz berayotgan har ishda ko'zlagan bir oxirgi manfaat dedik. Bu noktada yuz berayotgan amaliy ishlarimizda har ishda Allohning bir hikmati bor. Allah Peygamber aleyhisselam uçuş arqılıq bizga yetkizgan ahkamlarni o'zining bir o'ylagan hikmati bor, bir iroda qilgan hikmati bor. Buni biz tushunishimiz kerak. Hamda shu hikmat babida kelgan vaqtda biz bir narsani tushuntirib o'tib ketishga majbur. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini ba'zi vaqtda adablab turib muomala qiladi, ba'zi vaqtda jazolab muomala qiladi. Shu nuqtalar qalbimizda bo'lishi kerak. Ya'ni biz dedik bayatın asraq dersimizin aldığı münasebetlik taraflarında hikmet deganimiz bir iş. Hikmet deganimiz bermaslik. Hikmet deganimiz razı oluş. Hikmet deganimiz g'azablanish. Allah subhanahu va taolo ba'zi vaqtda insonga beradi, insonning manfaatini asos qilgan bir hikmat yuzsidir. Ba'zi vaqtda insonga bermaydi, bu insonning manfaatini chiqish qilib iroda qilgan bir hikmat tufaylidir. Hammasi insonni ma'lum darajada Allohga yaqinlashtiradi, insonning foydasi uchun amaliyotda. Ya'ni mening shu an sog'lom bo'lishimning o'zi Allohning bir hikmati bor. Yoki og'rib qolgan taqdirimda shu kasal bo'lishimning o'zida Allohning bir hikmati bor. Men iqtisodlik odam bo'ldim, beyidim, Allohning bir hikmati bor. Men kambag'allik qilib qiynaldim, Allohning bir hikmati bor. Agar biz Allah'ның mutlaq mushu asma sifatiga ishongan vaqtimizda, Allohning hikmatli zot ekanligiga ishongan vaqtimizda bizning hayotimiz go'zal bir hayotga aylanadi. U vaqtida biz har qanday narsaga Alloh subhanahu va taologa ishongan shaklda qanoat bilan, keng qalb bilan muomala qila olamiz. Bizning oxirat deydigan so'zimizning biridir. Va axiru da'vahum alhamdulillahi robbil alamin deb har qanday ishda Alloh subhanahu va taologa ishonamiz, hamda aytamiz, shukr qilib, ishimizni qanday qilaveramiz, davomlashtiraveramiz. Ya'ni deganimizda musibatlar yuz bergan taqdirdami, biz bayatdangidek alhamdulillahi robbil alamin degan javob bilan u musibatlarni qarshilaymiz. Chunki musibatning hammasida bir hikmat bor. Aqallisi Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki Taif qilmangan bir vaqalikni hammanglar bilasizlar. Taif'tikilarni da'vat qilish uchun bordi, Taif'tikilar Rasulullohni inkor qildi, bolalarini hahuda kushkurtib Rasulullohga qarshi tosh otqizdi, nurg'un aziyatlarni yetkazdi. Shu vaqtda Jibril aleyhissalatu vesselam yoki boshqa farishta Rasulullohning qashig'iga kelib, "Ma tog'ni buning ustiga dum ko'mtirib hammani halok qiladigan yoq bo'la bilmaydi. Ey Alloh, ma qavmimni hidoyat qilsa." Qaranglar. Rasulullah'ның şu eziyetlerini tatip durup bu gapni deyishning o'zimi bir hikmat. Nima desa, payg'ambarlarning büyük makamını bizga qanday ifodalayapti. Ya'ni payg'ambarlarga yuz bergan bütün musibatlar payg'ambarlarning mukammallikni ifodalaydi. Mu'min ayni shaklda. Mu'minni qanday qiladi? Musibatlarga uchraydi, mu'minning mu'minlik darajasi o'tirg'i chiqadi.
güzellik o'tirg'i chiqadi, mukammallik o'tirg'i chiqadi. Bularning hammasininki nimasi bor? Bir hikmati bor. Ammo mu'min emaslarga nisbatan yuz bergan har qanday ish bularga nisbatan zarba, chunki ular unuqni tushunmaydi, uning hikmatini tushunmaydi ularga nisbatan. Hamda Allah subhanahu va taala bandalarni hidoyatga yetaklash ishida bir qancha xil bosqich shaklda bandalarni to'g'ri yo'lga ep mağdu bu müminlerini. Birisi bayan basqıcı. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kitobi orqali, Rasulullah'ningki hadisleri orqali bandalarga o'zining to'g'ri yo'lini bayon qiladi. Inson oilasida sog'lom, oilasi bilan birga, bolalari bilan birga, sog'lomligi joyida, ishlari joyida, hech qanday bir masala yo'q. Diniy ta'limotni anglaydi, Qur'oni Karimni anglaydi, islomiy ta'limotlarni anglaydi. Buning o'zining hammasi Allah'ınki bendini bayani şekilde doğru yolu teklişini bayan kılıç arqılık. Onu bu Kur'an-ı Kerim'de ne arqılık ifadını edilse Sure Enfal'ın 24. ayetteki Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi ve lirrasul İze da'akum lima yuhib. Allah bizni çağırdı. Bizning üstümüzge düşken onunla maqul deyiş. Çağırgan tarafga meniş. Bu bir yol. Bendini, mu'minni hidayet kılıştiki, doğru yolu tekleştiki, birinci basqıç. Eğer mu'min bununla yak dep kalsa, bu tinç şekildeki, sağlam şekildeki bu itekleşki yak dep onun unumay kapkağa vakti da, xuddi bir misal alay, doktor çaylak yap kılıdı kiselge. Sizge ma yemeklik ziyan kılıdı, bunu yemeysiz deydi. Tamam, yemedi, sağlam kalıdı. O ziyan qılğan ahval yemegəndikən onun da başqa alayda ahval görülmür. Əgər kesel onun gapını anlamasa, onu yesə, onun ikinci basqıç kılıdı ki, onu operasiya qılıdığı iş çıxıdı. Məşnun xoşlaşılan bir məsələ. Bu tinç, sağlam şəkildəki doğru yolu başlaşını bəndə qəbul qılmağa vaxtıda. Bununla başlatqan vaxtıda ikinci qətim tədib tərbiyə xarakterdəki edəbləş kılıdı. Çünki ya eyyuhellezine amenu stecibu dedi. Allah'ın Resulü sizini çağırgan vaqtda, Allah sizini çağırgan vaqtda, hidayet kelgan vaqtda, bir yetekleymen degan vaqtda, bunu ma'qul dengil dedi. Bo'lmagan vaqtda, ikkinchi qitimliq bosqich keladi ekan, nima keladi shu vaqtda? Sura Sajdaning 21-oyatida nima deydi? "Va la nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar." Biz qiyomatdagi buyuk azobga berishning oldida ma bandalarga ancha-muncha kichik azoblarni tetitib qo'yamiz. Masala keladi, yuz beradi. Qiyinchilik yuz beradi, musibatlar yuz beradi. Canimiz ağrıydı o dünyada. İçimiz açık oldu. Başta bir ig'irchilik uchraymiz. Nimishqa la'allahum yarji'un. Biz gap anglamagan lekin amaliy jazo orqali bizni qaytarish uchun. Bu ikkinchi bosqich. Ya'ni gap anglamagan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo ikkinchi bosqichda bizni ashta ba'zi ig'irchiliklar bilan, qiyinchilik, musibatlar bilan bizni keynimizga qana qiladi, qaytaradi. Yani tövbe kılsa tövbe kıldı, tövbe kılmay qolgan vaqtida üçüncü Allah'ın cezası kıldı. Sure En'am'ın 44. ayette bunu bayan qilib deydi. Felemma nasu ma zukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ben de birinci bosqichni anladı, xalas. Bunun işi çaylaq tugudi. Onu anlamadı, ikinci bosqichda ancha-muncha musibatlar, qiyinchiliklar, azoblar kelib dunyoviy shaklda buningga Rabbini eslatdi, hushini topqizdi, topdi bo'ldi tugidi. Buni mu topmagan vaqtida Allah bu bandaga ma'lum darajada yo'lni qo'yib o'tdi. Ya'ni texmo adidni eshib ketamdi, to'xtamdi degan shaklda. Oyatda falamma nasu ma dhukiru bi bular unutgan vaqtida fatahna alayhim abwaba kulli shay. Bunun yolu eşledi. Yapılıp hatta iza farihu bima utu. Bular öz hudunu yo'qotgan vaqtda. Qarasa hamma yo'llari uchoq, nima ish qilsa oqqan, hech qanday to'solg'i solmagan vaqtida akhadnahum baghtatan. Tuyuqsiz bularni eng og'ir azobda tutdimizda. Ya'ni banda agar Allah'ın müşta üzlüksüz içip bergen yo'llarini, Allah'ın ikramı deb tushunib, Allah'ın bir yotib o'zining hushini topmasa, bunun oqibatini ig'riladi ki, ag'adnahum baghtatan.
tuyuqsiz azaplar eng ig'ir jazo shu vaqtda bo'ladi. Ya'ni yuqorqidan xulosalab olgan vaqtimizda mu'min har doim Allohning ko'ngil bilishi, Allohning uningga adab o'rgatishi mushning ichida bo'ladi. Mana buning o'zi hikmatning qatoridir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning qilgan har ishiningki mutlaqo bir hikmati bor. Mu'min mushu nuqtaga ishongan vaqtda to'liq Allohga bo'ysunishi kerak. Mayli u mu'min u yuz berayotgan ishlarning hikmatini bilsin yoki bilmasin, shuningga ishonish kerakki, buning ostida mutlaqo bir hikmat bor. Ya'ni bu mu'minning foydasi uchun bo'lgan bir hikmat bor. Endi musha kelgan vaqtda darsimizning oxirisida men bir narsani askartib qo'yib darsni suhbatni oxirlashtiray. Har ishning hikmati bor degan vaqtimizda bir qism insonlarimiz va bir qism kishilarimiz va har narsadan hikmat izlaydigan. Topa olsa qanoat qilib, topolmasa shu ish xuddi hikmat yo'q behuda ishtikidek. Buning o'zi ig'ir bir xatolik. Mu'min ba'zilarning hikmatini bilishi mumkin, ba'zilarning bilishini bilmasligi mumkin, lekin bilsin bilmasin Allohning hakimligiga ishongan bir mu'min bo'lib turgan har ishda hikmat bor deb o'ylash kerak, har ishga mutlaqo bo'ysunishi kerak, yo'lni uzluksiz davomlashtirish. Biz har doim mushu sabr qilish, qanoat qilish, shukr qilish, hikmatni tushunishgan vaqtimizda masalani unda tushunib to'xtash, hururlik qilish, o'zining mangmaga yo'llarga bahona izlash maqsadida o'tmaymiz. Balki bu yo'ldagi vazifasini uzluksiz davomlashtirish kerak. Bu yerdan yuz bergan ba'zi qiyinchiliklar, ba'zi musibatlar insonni, mu'minni keyniga chekintirmaslik kerak. Mutlaqo uning bir hikmati bor deb qarab uzluksiz yo'lni davomlashtirish kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni hikmatlik, pamparasizliklarning qatoridan qilsin. O'zining hikmatlarini har doim bizlarga tunutib va hikmatiga ishonadigan iymon ato qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.